Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javuz qishloq dorivor o'simligi. Yovvoyi xantal yo shildirbosh, sariqbosh ham deyiladi. Har joyda har xil ism bilan aytiladi. Rus tilida gulyavnik deyiladi. Yovvoyi xantal balandligi 30 dan 80 santimetr atrofida. Adirlarda, tog' bag'rlarda, yo'l chetlarida o'sadi. May oyida gullaydi. Shifobaxsh xususiyatlari: xalq tabobatida poyasi, bargi va gullari shifobaxsh. Quritib olingan yovvoyi xantal damlamasi nafas yo'llari va kuchli yo'tal balg'am ko'chirib nafas yo'llarini tozalaydi. Bronxa va astma kasalliklarida, ovoz bo'g'ilishlarida, ovqat hazm qilishda, ishtahasizlikda shifobaxsh. Siydik haydovchi va tana tozalovchi detoks hisoblanadi. Yangi chiqqan bargini ezib, tashqi jarohatga qo'ysangiz, bakteriyalarga qarshi ta'sirga ega. Bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi. Mutaxassislar tavsiyasi bilan kam-kam iste'mol qilsangiz bo'ladi.